Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ko'chadamda ketyapsam, o'rikdagi bittasi qo'ra qilib qo'y sotyapti ekan. Mana bu yerda bular bari sovliq qo'ylar ekan. Qo'shamoqlari ham bor ekan mana bularda. Qayda qo'yib bilmayman endi qirg'izdek emas. Aka qo'y sizdanmi? Ha, kim unda aka bu? Qo'yingizda tekinga reklama qilib beraman, salqinga yotib olib kelgingiz kelmaydi aka bu. Ana kelyapti egasi. Hurmatli obunachilar, qo'ylarda narxini mana assalomu alaykum. Aka, tuzumisiz? Mash aka egasi ekan bu qo'ylar, biroq tanimayman bu odamni. Aka, bu qo'ylar narxi qanaqadan? O'rtacha aytavering, har birini alohida aytgandan 4,5 milliondan 8 milliongacha qo'ylar bor bu yerda. hammasi sovliq. Sovliq hammasi. Yaxshi ekan. Qaysi biri 4,5 million so'm endi beyda? Ona sariqlama. Qo'zilar. Sariq qo'zilar 4,5 million so'm. O sariq qo'zilaringiz aka necha oylik? Bilmayman, bir 4 oylik 4. Ha, 4 oylik, 5 oylik atrofida qo'zilar. Siz ham aniqini bilmaysiz, chunki boqmagansiz, siz oldingizda tug'ilmagan to'g'ri ekan. Shuni aniq aytgan yaxshiroq. Yaxshi, hamma sog'lom yeb ichishiga. Ha, yeb ichishi bir hissa. Yaxshi ekan. Ammo joylaring menga yoqdi aka, yaxshi salqin joylar ekan.